Bu gullaringizga kim qaraydi? Kim bunaqa chiroyli gullarni Voy, men to'g'risini yetishtirgan? aytsam, men umuman qaramayman. Ha. Xo'jayinim o'zlari ekib, o'zlari o'stirib, men даже to'g'risini aytsam, suv ham quymayman. Fundamentdan g'ish ko'tarish, tom yopish, hamma narsa o'zlari qo'llari bilan. Turmush o'rtog'im oddiy ishchi bo'lib ishlaydilar. Suvsozda oddiy ishchi. Men uy bekasiman. Mana shu основной shu bolamni orqasidan sportga olib boraman, shu markazga olib boraman, maktabga olib boraman. Faqat bolalarimni tarbiyasi bilan shug'ullanaman. Bolalarimga qarab shu harakat qilaman, yaxshi rafiqa bo'lishga va yaxshi ona bo'lishga harakat qilaman. Qo'limdan kelgancha, balki men yaxshi ona emasdirman. Bilmadim. Lekin nima deydi, to'g'risini aytsam, o'zimni bir nima deydi, shaxsiy hayotimni faqat shu bolalarim bilan-da. Faqat bolalarim uchun bag'ishlaganman desam ham bo'ladi. Chunki men uchun misol uchun boribanda salonga borib, mana sochlarini qilib, tirnoqlarini, unaqa narsalar nima deydi, men uchun qiziq emas-da. Bolalarim qanaqadir bir yutuqlarga erishsa, men uchun o'shani o'zi katta baxt. Или что mana kiyimlar, mana shunaqa shapagoliklar bor-ku. Umuman unaqa narsalar menga nima deydi, to'y, o'tirish, gap, u narsalar begona. To'g'ri, lekin ayol o'zini yaxshi ko'rish kerak, ayol o'zi uchun yashash kerak. Unaqamdan nima deydi, unaqa yo'q-da menda. Faqat shu bolalarim orqasidan yuraman. Katta o'g'lim ham angliskiy anaqaga boradi, to'garagiga boradi, boksga boradi. Xullas, faqat shularning orqasidan yuraman. Shunday bir ajoyib dasturxoningiz. Bularni hammasini o'zingiz tayyorlaganmisiz? Faqat o hammasi o'zim qo'llarim bilan. Hech qanaqa unaqa nima deydi, magazindan sotib olib, bankalar yopamiz-da. Bolalarim qarashadi. Ikkalovi misol, например, katta o'g'lim misarovkadan chiqarib turadi, kerakli narsalarni. Kichkinam nimadirlar, u ham qarashadi. Kichkina qo'lchalari bilan hamjihatlikda. Hamma narsani o'zingiz qilasiz. Hamma narsani o'zim qilaman. Turmush o'rtog'ingiz oddiy ishchi dedingiz. Bu ro'zg'oringizga yetarli, shundaymi? Albatta, nima deydi, sabr qilsa, shukr qilsa, hamma narsa yetardi-da. Barakasini beradi Alloh. O'sha kelgan o'sha rizq nasiba uchun shukr qilish kerak. O'shanda hamma narsa yetadi. Yetarli deb o'ylayman men. Men uchun yetarli. Turmush o'rtog'im ham xohlamaydilar men ishlashimni. Faqat bolalaringga qara, bolalarga qara, bolalarga qara, faqat shularga. O'shaning uchun davlat ishida men ishlay olmayman. Kasbingiz nima siz? Kasbim o'zi buxgalter. Hisobchisiz. Hisobchi. Azizni ertalabdan kun davomida qiladigan alohida bir mashg'ulotlari bormi? Ertalab turamiz, zavtrakini beraman, maktabga boradi. O'sha kunlarimiz bor. Sportga boradigan kunimiz bor. Markazga boradigan kunimiz bor, shug'ullanadigan. Keladi, birpas dam olib oladi. Kechqurun keyin o'ynaymiz. Raqs o'zim o'rgatganman-da, men raqslarni hammasini o'zim ozgina uyda shug'ullanamiz. Ko'chaga olib chiqib birpas aylantirib kelaman, toza havoga. Yugurtiraman. Shtop anaqa bo'lsin deb, harakat uchun yaxshi bo'lsin deb. Faqat shu uyda ovqat, kirchir, bola chaqa, mana shunaqa o'zi ayolni kundalik ishida. Shu bolamni orqasidan yo'q-yo'qlarga ko'p tadbirlarga boramiz. Markazimiz orqasidan ko'p tadbirlar bo'ladi. Tadbirlarda qatnashamiz. Biz shu ko'chada ko'proqmiz uydan ko'ra. Bu gullaringizga kim qaraydi? Kim bunaqa chiroyli gullarni? Voy, men to'g'risini aytsam, men umuman qaramayman. Xo'jayinim o'zlari ekib, o'zlari o'stirib, vaqtlari kamroq, ham uyimiz kichkinani bo'lgani hisobiga sig'magan. Yarmi ko'chada o'zlari qarab, o'zlari o'stirib, faqat o'zlari. Men даже to'g'risini aytsam, suv ham quymayman. O'zlari faqat mehr beradilar shu gullar. To'g'richa unaqa zo'r gullar emas, uni harakat
qiladi. Lekin Endi buni vaqtlari o'stirish ham kamlariga bunaqa chiroyli gullarni boshqa xonalarda ham bor. Chikka bir. kim bo'lasiz katta bo'lganingiz? Orzungiz Katta bor? bo'lganda uchuvchi bo'ladi. Uchuvchi bo'lasiz. Qaysi fanlarni yaxshi ko'rasiz? Ingliz tili, matematika. Bu faxriy yorliqlar siznikimi? Meniki ukamniki. Buni ham Aziz olgan. Bu ham sportdan Veselый starты, quvnoq startlardan olgan. Bu Ufadan festivalda qatnashganmiz. Nominatsiya xoreografiya bo'yicha shu bolalarim shunaqa diplom bilan taqdirlangan. Festival Mir без границ degan to'siqlarni yengamiz, ili buzamiz. Mana shunaqa. Akmalga telefon bermas ekansiz, a? Yo'q. Ba'zida juda kamdan kam maktabdan kelgandan keyin ozgina ruxsat beraman. Telefon ishlatmaydi. Yo'q, oddiy knopочный. Internet ishlattirmaysiz ya'ni faqatgina. Kamdan kam uyda ozgina o'zimni nazoratim ostida yarim soat uzog'i bilan 1 soat. Akmal, siz qanday qabul qilasiz? Masalan, yo'q, menga kerak deb aytasizmi? Oldin menga kerak, oyim menga bering, o'yinlardim. Hozir endi unaqa qilmayman. Bildim, shu oyim menga yomonroq ko'rmaydilar. Meni zo'r kasb egasi bo'lishni xohlaydilar. Bolalaringiz bilan bog'liq orzularingiz qanday? Orzularim juda katta. Birinchi o'rinda Aziz o'zini hayotda o'z o'rniga ega bo'lishini xohlayman. Birinchi o'rinda o'sha kichkina o'g'lim hayotda birovga muhtoj bo'lmasin, birovga qaram bo'lmasin. O'zini yo'lini topib, hayotda o'zini o'rnini topsa, o'shanga juda ham birinchi o'rinda o'sha orzuyim. Akmal ham xuddi shunaqa ukasiga mehribon aka bo'lsin deyman. Doim qo'llab-quvvatlab tursin ukasini. Doim nima deydi, yonida bir qanoti bo'lsin, suyanchiq bo'lsin. Maksimal darajada harakat qilaman. Hozirdan gapiraman, shu mehr o'rtadagi mehrini yuksaltiraveraman-da. Sani ukang bu, san xullas nima deydi, tug'ilganimdan beri gapiraman-da. Shu ertaga nima deydi, qiynalib qolmasin mendan keyin. Yaxshi inson bo'lishini xohlayman. Bir xalqqa nafi tegadigan yaxshi inson, yaxshi bir mutaxassis bo'lishini xohlayman. Akmal, ukangizni yaxshi ko'rasizmi? Ha? Nima uchun? Chunki u meni ukamligi uchun men bilan faxrlanaman. Aziz, akangizni yaxshi ko'rasizmi? Ha? Nima uchun? Ha?